16 bob. Parisiylar bilan Saduqiy dini iqimidikilar Hazreti Aysoning yeniga kelib, uning Xudo tarafidan avatilganligini sinab beqish maqsadida uningdan bir karomat ko'rsatishni talab qilishdi. Hazreti Ayso ularga mundaq dedi: "Kashqurun sizlar ufqda qizil shafaq ko'rininglarda, ati havo ochiq bo'ldi deysizlar. Atiganda bugun osmonning rangi ko'kish qizil va bulutliq, havo buzildi deysizlar. Osmon rangini tushundiralaysizlar-yu, bu zamonda yuz berayotgan alomatlarni tushundirolmaysizlar. O'sal va vafosiz kishilar karomat ko'rsat debli turdi. Biroq sizlarga Yunus payg'ambarning karomatidan boshqa ko'rsatiladigan ikkinchi karomat yo'q." Ondan Hazreti Ayso ularni tashlab ketdi. Shogirdlar ko'lning u qetiga o'tganida non elib olishni unutgan edi. Hazreti Ayso ularga: "Hoşyar bo'linglar, parislar bilan saduqiylarning echitqusidan ehtiyot qilinglar" dedi. Shogirdlar bir-biriga: "Non akamligimiz uchun shundoq da'vat kerak" deyishdi. Ularning nima deyishayotganligini bilgan Hazreti Ayso mundaq dedi: "Ey ishonchi ojizlar, nima uchun non akamliginglar to'g'risida so'zlashsizlar? Texchi tushunmadinglarmi? 5 non bilan 5000 kishini to'ydiganligim, yana qancha sevat yemaklik yig'ib olganliginglar esinglarda yo'qmi? 7 non bilan 4000 kishini to'ydiganligim, yana qancha sevat yemaklik yig'ib olganliginglarmi esinglarda yo'qmi? Sizlar nemishqa mening aytqanimning non to'g'riliq emasligini tushunmaysizlar? Men yana sizlarga parislar bilan saduqiylarning eshitqusidan ehtiyot qilinglar deyman." Shogirdlar shundala Hazreti Aysoning o'zlariga nondagi echitqudan emas, balki parisiylar bilan saduqiylarning echitqusidan, ya'ni soxta ta'limdan ehtiyot qilishni aytganligini tushunib yetdi. Hazreti Ayso Filip Qaysariyasi rayoniga kelganida shogirdlaridan: "Kishilar inson o'g'lini kim deb biladi ekan?" deb so'radi. Shogirdlari: "Ba'zilar sizni cho'mildirguchi Yahyo, ba'zilar İlyas payg'ambar va yana ba'zilar Yeremiya yoki boshqa qadimki payg'ambarlardan biri deb biladi-ki" deb javob berdi. Hazreti Ayso ulardan: "Sizlar-chu, sizlar meni kim deb bilasizlar?" deb so'radi. Petrus debmi atalgan Simon: "Siz mangu hayot Xudoning o'g'li, qutqizg'uchi Masih ekansiz" deb javob berdi. Hazreti Ayso uningga: "Nima degan baxtliksan, Yunus o'g'li Simon. Buni sana oshkorlug'uchi inson emas, balki arshdagi otam Xudodir. Sana shuni aytayki, sen bo'lsang Petrus, tosh. Men jamoatchiligimni bu tosh ustiga quraman. Uning ustidan o'limning kuchimi g'olib kelamaydi. Arshning podshohligining oshqishlarini sana beraman. Sening yer yuzida yo'l qo'yganlaring arishdimi yo'l qo'yilib bo'lgan bo'ladi. Sening yer yuzida yo'l qo'ymaganlaring arishdimi yo'l qo'yilmagan bo'ldi" dedi. Bu so'zlardan keyin Hazreti Ayso shogirdlarga o'zining qutqizg'uchi Masih ekanligini hech kimga tilmaslikni topildi. Shuningdan keyin Hazreti Ayso o'zining Yerusalimga ketishi, oqsoqollar, oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlari tarafidan ko'p azob uqubat tortishi, o'ldirilishi va 3-kuni tirildirilishi kerakligini shogirdlarga puxtirishga boshladi. Bu gapni anglagan Petrus Hazreti Aysoni bir chetga tortib, uni ayblab: "Ya Rabbim, nemishqa bundaq xiyolda bo'lasiz? Beshingizga bundaq ishlar asli kelmaydi" dedi. Lekin Hazreti Ayso Petrusga qarab: "Yo'qol ko'zimdan. Shaytondek so'zlayapsan. Sen menga putli qasham, sening o'ylaganlaring Xudoning emas, insonning xiyolidir" dedi. Keyin Hazreti Ayso shogirdlarga mundaq dedi: "Kim menga agishishni xolasa, o'z xohishidan voz kechib, o'zining krestini ko'tarib, menga agashsin. Chunki o'zi uchun yashaydiganlar aksicha hayotidan mahrum bo'ladi"
Biroq o'z xohishidan voz kechib, mening uchun yashaydiganlar hayotlikqa erishidi. Bir odam butun dunyoga ega bo'lib, hayotidan mahrum qolsa, buning nima foydasi bo'lsin? Nemini to'labmi hayotlikqa erishgili bo'lsin? İnsan oğlu bo'lgan men, otamning shon sharifi ichida farishlari bilan kelib, hamma odamning o'z amaliga tushliq javob qaytiraman. Bilib qo'yinglarki, bu yerda tug'anlarning ba'zilari inson o'g'lining o'z podshohligi ichida kelganligini ko'miguncha o'lmaydi.